Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadisda aytgan: "Kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba." Wa qila ya Rasululloh man ya'ba? Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba." Mening ummatim bardig'i 5 ga kiradi, biroq 5 dan bosh tortganlar kirmaydi dedi. Allohning elchisi 5 dan da bosh tortgan odam bo'lib, al kim ekan al bosh tortgan odam deb sahobalar so'rashganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Kim maga erchisi al 5 ga kiradi. Kim maga bosh yebese, maga erchi bese, men olib kelgan sunnat jashog'i, men olib kelgan dinga erchi bese, anda al 5 dan bosh tortgani o'shol" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunaqangi hurmatlilar, siz bizlarga din islom olib keldi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga erchisak baxtli bo'lamiz. Alloh taolo dunyo oxiratning baxtliligini dinga